Assalomu alaykum. Reklamalarimiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Barcha turdagi avtomatik darvozalar mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda 5 xil avtomatik darvozalarimiz bor. Hop, birinchisi o'zimiz uyi odatiy o'rnatilgan распашной deydi. Ustam bor. Ikkinchisi o'zimiz rollstarni darvozalar. Mana bundan ham bir qo'yib qo'yganmiz. Uchinchisi sexlarga, ishxonalarga mana yonga surilib ochiladigan. Bundan ham bor. Atkat-mordan. Hop, to'rtinchisi seksionniy varotlar. Bulardan ham seksionnidan ham bor. Beshinchisi raskalar dushi deydi. Bu juda ham kam kishi o'rnatadi. Bundan ham bor. Undan ham tashqari markizalarimiz bor mana. Markiza bor. Tashqari pergolalarimiz bor. Uyga, magazinlarning oldiga, domlarning yuqorisiga o'rnatilyapti. Hozir rosa trendda bo'lyapti. Bor. Hammasidan bor. Undan ham tashqari mana nerjaveka zinalarimiz bor. Kachelar, darvozalarimiz bor. Tayyor. Raykerenedagi eni 3 ga balandligi 3,5. Bundan tashqari mana 3 ga 3. Tayyor. Haydek fasondagi darvozamiz bor. Bu yoqda mana rollstarning avtomatik darvozamizdan tayyoridan birjasiga qo'yib qo'yganmiz. Hop, bu yoqda shonamizda hozir avtomatikani materiallardan ko'rsatib o'tamiz. O'zimizni yana shu rollstarni o'rnatganmiz. Bu yer mana yig'ish jarayonidagi holatni. Mana motor, kichkina motor, plus katta motor, mana pulti ham 2 xil bor mana. Kichkina mosel miyasi, mana o'z kichkinasi, plus kattasi mana. Hozir kunda narxi nimaga har xil chiqadi deydiganlarga mana motori katta kichiklari mana elementligi bor, stalniy temirligi bor. Narxi o'sha mahsulotda motor katta kichik, pult qanaqaligiga qarab narxi qimmatroq, arzonroq chiqadi. Bu holat showroomimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Tez kunlarda bu yerni ham bitirib olamiz. Bu yerga vitrina qilishimiz kerak. Devorga avtomatika mahsulotlarimizdan obrazas qo'yamiz bu yerga. Undan ham tashqari mana stol-stullarimizni joylashimiz kerak. Ro'paraga o'sha televizorimiz yotgan tez kunlarda bitib qoladi.